Jinke, qo'riqlash menga tegma. Quloq sol. Hozir tomirlaring yorilib ketadi. Agar shunday qilishda davom etsang, boshqa usulni qo'llashga majburman. Menga yoqib qoldi. Nima? Endi odamlar orasiga chiqqandim. Darrov baloga qoldim. Kimsan o'zi? Opam va menga nima qilding? Sizga hech narsa qilganim yo'q. Menga bunaqa qarama. Hammasini o'zing boshlading. Men bo'lmaganimda allaqachon kulfatda qolardinglar. Qolaversa qurbon bu yerda menman. Nomussiz! Ko'rib turibman, paytdan foydalanib niyatingga yetmoqchi bo'lgansan. Nimalar deyapsan o'zi? Sen bilan opangni qutqaraman deb o'zimni olovga tashladim. Minnatdorlik o'rniga aytgan gapini qarang. Nima? Sen shunchaki benomussan. Mana bu kartada 1 million bor. Agar bu ishni 4-odam bilsa, qattiq pushaymon bo'lasan. Shuncha ko'pmi? Ustozing uchun shu vancha o'simli qizni himoya qilasan. Ke. Biz bunday qilamiz. Seni tan soqchi bo'laman. 3 oy davomida. Senga hali kerak bo'laman. Seni ham Jinke, qo'riqlash xizmati boshlig'i. Nima? Suv kompaniyasi yangi xodimini qutlamaydimi? Nima, hamma buncha rasmiy ko'rinishda? Jim tur, katta xonim va ikkinchi xonim hozir kelib qoladi. Katta xonim va kichik xonim kelibsiz. Bu yerda nima qilyapsan? Nima deb o'ylaysan? Butun Shanxayni qo'lida ushlab turgan Du oilasi samoviy idoriga aslo qiziqmaydimi? Bizning Bay oilasidan boshqa kim ham senga yordam berishga jur'at qilardi?
Van Xiao, shunchaki menga turmushga chiq. Shunda seni va suv oilasini xavfsizligini ta'minlayman. Bajinsi, bu yerga kelishga qanday beting chidadi? Bu yerga shunchaki qaylig'imni ko'rgani keldim. Nima, mumkin emasmi? Qani singil, nima faqat opangga qaraganim uchun rashk qilyapsanmi? Xavotir olma. Seni ham u bilan birga olib ketishim mumkin. Bayjinze, ikkimizni unashtiruvimiz otalarimizning mastlikdagi hazili edi. Bugundan e'tiboran unashtiruv bekor qilindi. Van Xiao, hozir oldingda faqat ikkita yo'l bor. Yoki samoviy dori va suv kompaniyasini yosh janob Duni tortib olishini kutasan, yoki menga tegib, hech bo'lmaganda o'zing va singlingni jonini saqlab qolasan. Mehmonni kuzatib qo'ying. janob bay, marhamat. Gapirishga ruxsat berdimmi? Yana kim gapirmoqchi? Men gapirmoqchiman. Yana senmi? Kechagi ishing uchun hisob-kitob qilmagandim. Soqchi, o'z oyog'ing bilan kelibsan-ku. Landauer. Van Xiao, men bilan munosabatni butunlay uzmoqchimisan? Bu yerda seni ko'rishdan hech kim xursand emas. Janob Bay o'zi ketadimi yoki soqchilarga aytaymi? Nima, shu yigitcha seni himoya qila oladi deb o'ylaysanmi? Mayli, ko'ramiz. Tozalash mashq qilishdan ham qiyinroq ekan. Van Xiao, senga 3 kun muhlat beraman. Aks holda suv guruhidan ayrilasan. Keyin mendan xafa bo'lma. Opa! Yaxshimisan? Yaxshiman. Sen kunfuni bilasanmi? Ha, men shunchaki oldin tog'da rosa qora mehnat qilganman. Shunchaki kuchliman. Oddiy soqchi bo'lsam, jang san'atini qayerdan bilaman? To'g'ri aytibdi. Agar haqiqatan ham qobiliyati bo'lganida yashirib o'tirmasdi.
Jinki, Eshitaman. qo'riqlash xizmati boshlig'i vazifasini shunday bajarasanmi? Bu yerga qotil qanday kirdi? Agar mana bu yigit bo'lmaganida hozir o'lgan bo'lardim. Xonim, aybdorman. Yana bir marta takrorlansa ishdan haydalasan. Sen ortimdan yur. Prezident Su. Menga topshirgan muhim vazifang shumi hali? Hozir majlisga ketyapman. Qaytib kelganimda ofisni top-toza ko'raman degan umiddaman. Hey, bu axir... Yaramasay. Opa, rostdan ham unab qolmoqchimisiz? Nima sizga yoqib qoldimi deyman? Ahmoq bo'lma, men shu angni tekshirdim, hech narsa topolmadim. Unda nimadir bor. Hozirgi vaziyatda yonimizda bo'lgani yaxshi. Qolaversa, kechagi ish haqida gapirmasligi uchun nazorat qilib ham turamiz. Tozalash mashq qilishdan ham qiyinroq ekan. Ey! Yosh janobni xafa qilib yana bu yerda xotirjam ovqatlanib o'tiribsanmi? Joningni olgani keldik. Unga gapirish befoyda. Yigitcha, 3 ta barmog'ingni sindirasan va yetkazilgan ma'naviy zarar uchun menga 200 ming berasan. Shunda suv guruhdan ketishing haqida o'ylab ko'rishimiz mumkin. Ola. Hammang yo'qol, yo'qol. Bitta qotilni tasodifan yenganing uchun o'zingni tengsiz hisoblayapsanmi? Ha? Hozir bu yerda kim xo'jayin ekanini bilib olasan. Tez orada samoviy dorini keng ko'lamda ishlab chiqarishni boshlaymiz. Men aytgan yo'nalishlar tezroq yo'lga qo'yilishi shart. Nima bo'ldi? Jinki bir nechta elektroshokerli odamlari bilan ertalab siz olib kelgan yigitni oshxonada urab oldi. Bizni esa haydab chiqardi. Nima? Bu qanaqa qiz? Nima bo'lyapti? To'xtanglar, yo'q. Tozalash mashq qilishdan ham qiyinroq ekan. Ey! Yosh janobni xafa qilib yana bu yerda xotirjam ovqatlanib o'tiribsanmi? Joningni olgani keldik. Unga gapirish befoyda. Yigitcha, 3 ta barmog'ingni sindirasan va yetkazilgan ma'naviy zarar uchun menga 200 ming berasan. Shunda suv guruhdan tirik ketishing haqida o'ylab ko'rishimiz mumkin. Ola. Hammang yo'qol, yo'qol. Bitta qotilni tasodifan yenganing uchun o'zingni tengsiz hisoblayapsanmi? Ha? Hozir bu yerda kim xo'jayin ekanini bilib olasan. Tez orada samoviy dorini keng ko'lamda ishlab chiqarishni boshlaymiz. Men aytgan yo'nalishlar tezroq yo'lga qo'yilishi shart. Nima bo'ldi? Jinki bir nechta elektroshokerli odamlari bilan ertalab siz olib kelgan yigitni oshxonada urab oldi. Bizni esa haydab chiqardi. Nima? Bu qanaqa qiz? Nima bo'lyapti? To'xtanglar, yo'q.
yerda nima bo'lyapti? Prezident Su, siz ham ovqatlangani keldingizmi? Chindan ham ovqatlari chakkamas ekan. Sen omonmisan? Ularmi tovuq oyog'ini talashib mushlashib ketishdi. Ajratmoqchi edim, kuchim yetmadi. Bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Prezident Su, boyagicha nufuzli mehmonni hurmat qilmadi, shunga o'ylavdimki. Nima degan edim? Yana bir marta takrorlansa ishdan ketasan deganmidim? Bularni kasalxonaga jo'nating, xarajatini kompaniya to'laydi. Ertadan boshlab birortangiz ishga kelib o'tirmang. Tushunarlimi? Soqchilarimizni nega do'pposlading? Shunchalik shafqatsizmisan? Qanaqasiga bizni soqchimiz bo'ladi? Sendan ko'ra Bay oilasi boshlig'ini ko'proq hurmat qilishyapti-ku. Uning gapi to'g'ri. Hozirgina aniqladik. Qotilni ichkariga haqiqatan ham jinga kiritgan ekan. Nazarimda bu ishga Bay Jinzini aloqasi bor. Bay va Xo oilalari Shanxayning eng qudratli guruhi, Du oilasining shunchaki yugurdaklari xolos. Samoviy dorini chiqarishga qaror qilgan paytimda yo'q. Bunday vaziyatga duch kelishimni bilgandim. Bay xonadoni. Janob Bay, men eplay olmadim. Janob Bay, hammasiga o'sha Ling Shuan aybdor. Aks holda men Janob Bay. Landover. Bitta soqchiga ham kuching yetmadimi? Yo'qol! Alo, yosh xo'jayindu Suvansiyaning yonida zoti noma'lum bir yigit paydo bo'ldi. Ancha muammo chiqaryapti. Eplay olmadingmi? Qo'limdan kelmadi. Demak, sen kabi mayda chuydalarga ishonch yo'q ekan. Unda ishni quturgan itga topshiramiz. Lekin janobdu, oldin kelishganimizdek Suv oilasining ikki qizi bilganingni qil. Menga faqat samoviy dori kerak. Toifasidagi qotil quturgan itni ishga solishdi. Lin Shuan, murdasan. Suvansiyaning villasi. Oldindan aytib qo'yay. Qo'riqlash bu alohida, hamrohlikka alohida haq to'laysan. Mayli, mashinani qoldir, biz bilan borasan. Shaxsiy tansoqchi, nima meni himoya qila olmaysanmi? Adashmasam yaqindagina kerak emas deganding-ku. Endi kerak bo'lib qoldi. Xo'sh, nima deysan? 1 million. Xo'sh sen 2 million, lekin 24 ga 7 kelishdik. Ochimdan o'lay deyapman, prezident Su. Bugun seni himoya qilganim va shuncha ter to'kkanim hurmatim mehmon qilmaysanmi? Hoy, senga aytyapman, haddingni oshma. Nordon va shirin qayladagi cho'chqa qovurg'alari, kolali tovuq qanotchalari, lotus qovurmasi, yana brokkoli salat ham bo'ladimi? Nima ham derdim? Bo'ladi. Garchi oddiyroq bo'lsa ham, Go'zal Suv xonim o'z qo'llari bilan tayyorlarkan-da. Roziman xonim. Mahsulotlar muzlatgichda, oshxona esa u tomonda. Boshlashing mumkin. Men tayyorlaymanmi? Yuvinib chiqamiz. Yarim soatda kechki ovqat tayyor bo'lsin. Ha? Hey! Ovqat tayyor. Tatib ko'ringlar.
Ko'rinishdan taomlarni ta'mi xonimlarga ma'qul kelganga o'xshaydi. Unchalik emas, o'rtacha. Prezident suv charchagansan ko'proq ye. Opam qo'llansa erga olib bergan ovqatni yemaydi. Hech qachon. Oh, menimcha yegulikni uvol qilish yaxshi emas. Nega tikilib qoldinglar? Ha? Moxirni majburan buzmoqchi bo'lsang, xaltacha o'zini yo'q qiladi.